100 mingta obunachilik kanalimizga do'stlar diqqat qilinglar. 400 ming narx arzon. Hozir batafsil tushuntirib beraman. Strike, jalba, palba hech nima yo'q do'stlar mana. Ko'rib turibsizlar, top toza patent yo'nalishida, ya'niki yangiliklar yo'nalishidagi kanal. Xo'p, statistikasini ko'radigan bo'lsak, eng ko'p ko'rilgan videosi 5000, 4000 shunaqa bo'lgan ekan. Shorts kanal ichiga, shorts videosi yo'q. Xo'p. Nega bu prosmotr kam ko'rsatyapti, tushunmadim. Eng ko'p ko'rilgan videoni 5000 ta ko'rsatyapti do'stlar. Lekin video soni ko'p ekan. Video soni ko'p ekan. Kanal yurg'izilmagan shekilli yaxshi. Kanal yurg'izilmagan. Buni olib odam sal reklama qilib staji bo'lsa odamni eplab ketsa bo'ladi. Prosmotrli kamroq ekan. Shorts video umuman yo'q, hammasi uzun video do'stlar. Kanal turganda prosta qaranglar, shuni hisobiga. Turgan kanal ekan. Prosta turgan, sotib olmoqchi egasi xullas. Oxirgi 90 kunga nisbatan qarasak 47 mingta, 365 kunga nisbatan qarasak 224 mingta turgan kanal, prosta shunaqa. Xo'p, lekin 82 million prosmotr bo'lgan do'stlar, lifetime ga nisbatan 800 pul ham ishlagan ekan. Xo'p, kanalimiz qizig'i bor, pul ham ishlaydi. Eng zo'r tarafi, kanal pul ham ishlaydi do'stlar. Hamma yo'g'i bor. AdSense bormikan? Lekin degan joyi bor. AdSense lekin va'da bera olmayman. Endi buni AdSense yo'q ekan do'stlar. Bundaqa kanallar bilasizlar, staji bor odamga taklif qilinadi. Kanal narxi arzon ekan. $1150. 400 mingta odam, do'stlar diqqat qilinglar. 400 mingta obunachisi bor kanal, $1150. Vobshe arzon kelib qoldi, pul ishlaydi. Staji bor odam bo'lsa, mana oylik, mana siz o'chib qolsa ham bor bu 1150 ga stoy kanalda. Chunki uzun videolar qo'yib, sal yurg'izilgan kanal. Buni staji bor odam sal reklama qilib statistikasini ko'tarish kerak, lekin biz konkret aytamiz, bilasizlar. Staji bor odam bo'lsa, statistikasini sal ko'tarish uchun reklama, sapchasi qilib sal kanalni yaxshilab yurg'izish kerak, xolos qisqa qilib aytganda. Kanal sal o'tirib qolgan. Shuni hisobiga do'stlar $1150 deyapti egasi. Konkret oladigan odam bo'lsa 99lik 791 32 32 Telegramdan aloqaga chiqasizlar. Salomat bo'ling.